Bu Neymar barcha zamonlarning eng buyuk futbolchilaridan biri. Xudo bergan iste'dodi bilan u butun bir futbol avlodini ilhomlantirgan va bu esa uning o'g'li. Ochiqni aytganda u otasidek iste'dodga ega bo'lmasligi mumkin, ammo bu faqat bitta misol xolos. Chunki yana o'nlab mashhur futbolchining farzandlari bor va men ularni sizga ko'rsatishim kerak. Ronaldoning oltin bolasidan tortib 22 yoshida futbolni butunlay tark etgan Beckhamning o'g'ligacha. Bu futbolchilarning bolalari aslida qanchalik kuchli? Otalarining mashhur familiyasi bosimi ularni futbolchi sifatida sindirdimi yoki ular otalardan ham yaxshiroq bo'lish salohiyatiga egami? Do'stlar, dastur boshlanmasdan turib ushbu savolga javob berishga harakat qiling. Sizningcha, qaysi taniqli futbolchining farzandi ko'proq futbolga qarab ketmoqda? Fikringizni izohga yozing. Dasturni ko'rib bo'lganingizdan keyin tekshirasiz. Bo'lmasa uzoq cho'zmay boshladik. Deyarli dunyoning 50% futbol muxlisi barcha zamonlarning eng buyuk futbolchisi deb hisoblaydigan Lionel Messining o'g'li Thiago Messi. Aslida keyingi Messi bo'ladi degan gaplarni eshitib katta bosim ostida sinib ketgan nechta futbolchilarni ko'rganmiz. Ammo sen haqiqatdan ham keyingi Messi bo'lsang-chi, ya'ni futbol tarixidagi daholardan birining haqiqiy qon oqayotgan farzand. 8 ta oltin to'p, 4 ta Chempionlar Ligasi va Jahon Chempionligi sohibining o'g'li bo'lish qanday? Messi 10 yildan ortiq vaqt davomida Nou Camp stadionini yoritib turdi. Uning iste'dodi shunchalik g'ayrioddiy ediki, go'yo u boshqa sayyoradan kelgandek tuyulardi. Bu iste'dod sport zalida orttirilmagan, mashg'ulot maydonida mukammallashtirilgandir balki, biroq murabbiylar tomonidan o'rnatilmagan. Leo shunday tug'ilgan edi. Endi savol tug'iladi. Lionel Messi bir avlodning eng zo'r iste'dodlaridan biri bo'lib tug'ilgan bo'lsa, bu iste'dod o'g'liga ham o'tganmi? Thiago Messi hozir 12 yoshda. U hali juda ham yosh bo'lsa-da, unda iste'dod alomatlari allaqachon ko'rinmoqda va u futbolchilik faoliyatini a'lo darajaga yetishtirishi mumkin. Bu ro'yxatdagi ko'plab futbolchining farzandlari kabi Thiago ham otasi qaysi klubda o'ynagan bo'lsa, o'sha klub akademiyasida shug'ullangan. Avval La Masiada, Barselonada, keyin esa PSJda. Hozir esa Inter Miamining yoshlar jamoasida o'ynamoqda. Thiago otasining mashhur 10-raqamli futbolkasini kiyadi. Uning bo'yi ham otasi kabi biroz past. To'p bilan harakatlanishi, driblinglari, to'pni tepishi otasinikiga o'xshab ketadi. Thiago ham hayoti davomida ko'p bor sarlavhalarga chiqqan. Eng so'nggisi 2025-yilgi MIG futbol turnirida urgan goli bo'lib, u ko'pchilikka Messini eng kuchli davrini eslatib yuborgandi. Himoya chizig'ini mutlaq yorib o'tadi va darvozaga to'pni joylaydi. Shunga qaramay, agar u haqiqatdan ham otasidek darajaga chiqmoqchi bo'lsa, kelajakda albatta Yevropaga qaytib kuchli akademiyalardan biriga qo'shilishi kerak. Hozircha esa uning futbolkasidagi familiyasiga munosib bo'la oladimi yoki yo'qmi, bu noma'lum. Thiago Messi Miami'da otasi sabab mashg'ulot qilayotgan bo'lsa, Romeo Beckham u yerda otasi klub egasi bo'lganligi uchun to'p tepardi. Biroq bu ko'p cho'zilmadi. Mashhur familiyasiga qaramay, Romeo atiga 22 yoshida futbolni butunlay tark etdi. Bu bolaning futbolga bo'lgan yengil munosabati David Beckhamning tinimsiz mehnatiga mutlaq zid edi. Beckham Manchester United, Real Madrid, La Galaxy, Milan va PSJda o'ynagan davrida global yulduz bo'lishiga qaramay mehnatkashligi va kamtarligi bilan tanilgan edi. Beckhamning tijoriy mashhurligi va Spice Girls guruhi a'zosi Victoria bilan turmush qurishi tufayli ularning farzandi doimiy omma e'tiborida bo'lib ulg'aydi. Yetmaganiga Romeo Davidning shon-shuhrati eng yuqori cho'qqida bo'lgan paytda tug'ilgan. U bolaligidan paparazzilardan qochib yurdi va mashhurlikning barcha imtiyozlaridan foydalandi. Otasining nomi unga 12 yoshida Arsenal akademiyasiga kirishiga yordam berdi. Ammo aniq iste'dod yetishmasligi sababli klub uni 1 yildan so'ng qo'yib yubordi. Notavon bola 6 yilga futbolni tashlab qo'ydi. Romeo AQSh 3-ligasida Inter Miami 2-safida 26 ta o'yin o'tkazdi. Keyin Londonga qaytib Brentford B jamoasiga qo'shildi. U 2022-23-yilgi Yoshlar Premyer Ligasi kubogini yutgan jamoada bir necha bor maydonga tushdi. Biroq shunday bo'lsa-da, u asosiy jamoa futbolchisiga aylana olmadi. Oxir-oqibat Romeo va klub uning qobiliyatlari boshqa sohada deb hisoblashdi. Shunday qilib, futbolchi futbolni tark etdi. Yetmaganiga bu bolakay 2024-yilda Parijdagi yirik moda agentligi bilan shartnoma imzoladi. Endi David Beckhamning o'g'li bemalol modalar fashion podiumida chiqa oladi.
Beckhamlar modaga suyanishi mumkin, ammo Wayne Rooneyning bolalari bunday imkoniyatga ega emas. Ular faqat futbol orqali o'zini isbotlashi kerak. Rooneyning katta o'g'li Kay esa otasining izidan borishga yetarlicha ist'dodli ko'rinmoqda. Wayne Rooney yoshligida ko'cha futbolida chiqib, 16 yoshida Arsenalga qarshi urgan super goli bilan Premier Liganing eng talabgor yosh futbolchisiga aylangan edi. U Evertondan Manchester Unitedga o'tib 5 marta Premier Liga, 1 marta Chempionlar Ligasini yutdi va klub tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchiga aylandi. Ammo u yoshligida yetarlicha namuna bo'lmaganligi sabab shon-shuhrat va bosim bilan kurasha olmadi. Kay esa ancha barqaror ko'rinmoqda. U 2016-yilda Manchester United akademiyasiga qo'shildi. Keyin Rooney AQShga ketgach, BTS'da o'ynadi. 2020-yilda Angliyaga qaytgach, Kay yana Unitedga qo'shildi va shundan beri porlab kelmoqda. U otasiga o'xshash kuchli jismoniy tuzilishga, yaxshi texnikaga va kamtar fe'l-atvorga ega. 2025-yilda u United U17 safida Real Sociedadga qarshi urgan 2-2 goli bilan virusga aylandi. Kay asosiy jamoa bilan doimiy sayohat qiladi. Yoshidan katta jamoalarda o'ynaydi. Qisqa qilib aytganda, u professional futbolchi bo'lish yo'lida ketmoqda. Bu gaplarni umuman afsonaviy Ronaldinyoning o'g'li Joao Mendes haqida aytib bo'lmaydi. Ronaldinyo futbol tarixidagi eng sevimli futbolchilardan biri. Uning tabassumi, jo'ya bonito uslubi va erkin fe'l-atvorini hamma futbol muxlislari sevadi. El Clasico'dagi 2-2 goli hatto Real Madrid muxlislari tomonidan olqishlangan. Ko'pchilik Joao otasining texnikasini meros qilib oladi deb o'ylagan. Ammo Ronaldinyoning bazmga moyil hayoti sabab o'g'li bilan ko'p vaqt o'tkazmagan. Keyinchalik Joao Flamengo va Cruzeiroda o'ynadi va 18 yoshida Barselonaga o'tdi. U La Masiada chap himoyachi sifatida o'ynagan bo'lsa-da, maydonda ishonch va texnika namoyish etdi. Shunga qaramay, u kuchli ta'sirot qoldira olmadi va 2024-yilda Berlinga jo'natildi. Afsuski, u yerda ham uzoq qolmadi va 2025-yil oxirida yana qo'yib yuborildi. Ronaldinyoning darajasiga chiqish Joao uchun juda qiyin edi. Xuddi shuningdek, Daniel Maldini uchun ham. Uning bobosi Cesare Maldini va otasi Paolo Maldini futbol tarixidagi afsonalar. Daniel Milan akademiyasidan chiqib asosiy jamoaga chiqdi, ammo barqarorlik yetishmadi. 2024-yilda Monzaga o'tib, keyin Atlantaga 13 million yevroga transfer qilindi. U Italiya terma jamoasida ham o'ynay boshladi. U hali 20 yoshda va katta salohiyatga ega. Neymarning o'g'li David Luka esa futbolni emas, basketbol va video o'yinlarni afzal ko'radi. U mashg'ulotlarda otasi bilan to'p surganida Neymarning texnikasi fonida u unchalik ajralib turmaydi. Shu sababli ham u futbolchilikni tanlamasligi hech kimga surpriz bo'lmaydi. Aksincha, Lilian Thuram o'g'li Marcus Thuram hozir dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri. U Inter safida porlamoqda. Ammo otasining jahon chempioni bo'lgan darajasiga chiqishiga shubha bor. Xuddi shuningdek, Patrick Kluivertning o'g'li Justin Kluivert ham professional futbolchi bo'lsa-da, otasining soyasidan chiqa olmadi. Va nihoyat eng mashhur futbolchining farzandi Cristiano Ronaldo Juniorga yetib keldik. U hozircha yaxshi boshladi. Portugaliya U15 terma jamoasida debyut qildi. 2 gol urdi va Yevropaning yirik klublarini e'tiboriga tushdi. 15 yoshida bo'yi 1.85 bo'lgan Cristiano Junior katta salohiyatga ega va otasining so'zlariga ko'ra, u tezkor va raqiblarni aldab o'ta oladi. Do'stlar, shoshmang, bu haqida alohida video tayyorlaganman. Albatta, u videoni o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu uchun mana bu yerga bosing. Agar bugungi dasturimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shunda bizni yo'qotib qo'ymaysiz. Kelgusi dasturda yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.